Do'stlar, kichkinagina tanaffusdan keyin, ozginagina bir necha soniyalik tanaffusdan keyin biz yana efirdamiz va siz Nubia tomonidan o'tkazilayotgan PUBG Stars musobaqasini ko'rib kuzatib boryapsiz. Sharhlovchilar Kaminaz Ritim hamda sherigim Javohir Apollon bugungi o'yinlarni siz bilan birgalikda ko'rib kuzatib sharhlab boryapmiz. Ba'zidagi bizda bir kichik o'zgarishlar bo'ldi. Bemalol aytib o'tsak bo'ladi menimcha. Va aynan bundan oldingi bo'lib o'tgan o'yinda Mob jamoasi o'yinchilari 2022 ga qarshi o'yinlar olib borishgan edi. O'zi bu bosqich emas, best of 1 bilan bo'lib borayotgan edi. Lekin aynan shu internet bilan bo'lgan muammolar uchun aynan mana shu o'yinimizda best of 3 ga ko'chirishdi, lekin 1-0 hisob bilan. Hozircha ularga berilgan mana shu birinchi hisob. Agar hozirgi matchda yana Mob o'yinchilari g'alaba qozonadigan bo'lishsa, o'z-o'zidan navbatdagi bosqichga ular yo'l olishadi va biz raundlarga e'tibor qaratishni boshlab yuboryapmiz. Va Mob o'yinchilaridan toksik nok holatida, Pupsik ham uni ortidan nok holatiga keltirildi va mana bu Kenguru barchasiga aybdor. Va 2022 jamoasi o'yinchilari do'stlar ko'rib turganimizdek birinchi hisobda o'zlariga yozib olishmoqda. Va 1-0 2022 jamoasi o'yinchilari hozircha oldinda. Bizda esa ikkinchi raund ham start olganligini ko'rib turibmiz. Don tomonlama spreylar amalga oshirilmoqda. O'yin ovozi faqat bizda yo'q bo'lsa kerak menimcha. Katta ehtimol bilan albatta to'g'rilab berishadi. Rozen toksik pozitsiyasi haqida ma'lumot bor. Rozen pozitsiyasi haqida esa Mob o'yinchilarini ham xabarlari bor ekan. Aslanboy, Tapak, Feliza compoundlarni egallab turishdi. Hozircha joyib spray va Donnok holatida. Birinchi bo'lib Donni nok holatiga keltirilishi esa toksik ham nok holatida ekan. Ko'pincha Donnok holatiga keltirilishi jamoa yopilishi bilan yakuniga yetadi va xuddi mana shu protsessni guvohiga aylanishimiz mumkin. Tapak, Aslanboy bostirib borishyapti. Rozen o'z HP-larini yaxshilab oladi va Aslanboy hozir barchasiga nuqta qo'yishi mumkin. Umar nok holatida, Pupsik yaxshigina damage'lar qabul qilib oldi va mana bu granatagacha boshqa bir o'yinchi mana shu vaziyatni yakuniga yetkazib qo'ydi. Mana bu o'yinchilarida biroz o'sha kayfiyatga ta'sir etganligi mana shu raundni ko'rindi, sezildi. Lekin bundan oldingi deylik birinchi to'qnashuvda ham avvaliga Mob o'yinchilari vaziyatni boy berib, keyin ustunlikka ega chiqishgan edi. Xuddi mana shu kuzatilishi mumkin navbatdagi raundlar. Va hayyashkalar ketma-ketligi Rozen holat kuchatilmoqda. Mob jamoasi o'yinchilari juda ham yaxshi harakatlarda amalga oshirishmoqda va bizda esa o'yinchilar Bizda esa Shelby, bizda esa Nubia, bizda esa Game Point va bizda PUBG Stars musobaqasi bo'lib o'tyapti va toksik va lekin o'sha orqa plandagi monitorda o'yin davom etayotganligini ko'ryapmiz. Bizni kadrda esa unday emas. Resurlarimiz albatta hozir qaytarib berishadi bizga efirni. Ungacha esa aynan mana shu navbatdagi qarama-qarshilikni kim yutib chiqishini taxmin qilib yozib qoldiring. O'yinga e'tibor qaratamiz. Toksik hamda Pupsik duosiga qarshi yo'q, qolgan o'yinchilar ham bor ekan, biroz uzoqroq masofada. Tapak Toksikni nok holatiga keltirdi, Feliza esa Pupsikni nok holatiga keltirdi va mana shu tariqa 2022 jamoasi o'yinchilari ustunlikka ega bo'lishyapti. Umar bilan Don duosiga qarshi hozir Tapak hamda Aslanboy duosi. 2-2 vaziyat. Umar nok holatiga uchratildi. Don so'l holatda qolib ketmoqda. Aslanboy yana bitta viskani amalga oshiradimi? Yo'q, Don tushib transportdan tushib oldi. Aslanboy tomonlama spreylar amalga oshirilmoqda. Aslanboy mana bu hayyashka Donni hozir nok holatga uchratib qo'yishi mumkin edi. Yo'q. Molikcha yo'q, Molik ham hozircha noaniq. Aslanboy birga bir vaziyat. Don low HP holatida va bo'ldi, menimcha katta ehtimol bilan hammasi yakunlanishi kerak va xuddi shunday ham bo'lmoqda. Aslanboy nuqta qo'yib qo'ydi va 2022 jamoasi o'yinchilari
yana bir hisobni o'zlariga yozib qo'yishmoqda do'stlar. Ha, vaziyat tobora jiddiylashib boryapti. Umar o'shaliklar bilan birgalikda o'rtadagi muammoni hal qilib olishlari kerak. Bundan oldingi o'sha to'qnashuvda MOP o'yinchilari ancha yaxshi harakat qilayotgan edi. Lekin ikkinchi to'qnashuvda MOP o'yinchilari ketma-ket raundlarni boy berishmoqda. Bundan albatta 2022 jamoasi o'yinchilari to'liqligicha foydalanishga harakat qilib ko'rishadi. Navbatdagi raundlarga e'tibor qaratamiz. Pupsik, Don, tashqarida Umar bundan avvalgi to'qnashuvdagi o'zini eski pozitsiyasini egallab olishga ulgurgan. Kempound tomidan o'z o'yinini davom ettiradi. 2022 jamoasi o'yinchilari oldindan variantlarni tekshirib ko'rishyapti. Lekin Don hali o'sha pozitsiyaga yetib bormagan ekan. Mana endi joylashib olishga harakat qilib ko'radi. Oo. Aslanboy aynan Don tomonidan nok holatiga keltirildi va endi granatalar bo'lsa aynan muddao mana shu pozitsiyaga. Hozircha esa smoklar bilan biroz oldinga o'tib olmoqchi Don. Xo'p, Donda bitta qayeshka bor ekan, Tapik. Hozircha Toksikni noholatga kuzatib qo'ya oldi. Donning mana bu qayeshkasi hozir samarali bo'ladimi yoki yo'qmi ko'rib olamiz. Menimcha samarasiz bo'ldi va 2022 jamoasi o'yinchilaridan hozircha Feliza yaxshigina HP'lar ketkazildi. Low HP holatda qolib ketmoqda. Toksik esa qutqarib olingan. Donning spreylari yana preshiplar amalga oshirilmoqda aynan dimlar ishlariga qarab va kuzatib boramiz. 2022 jamoasi o'yinchilari pozitsiyasidan chiqa olishadimi yoki yo'qmi? MOP Esport jamoasi o'yinchilari esa davom ettirishmoqda. Smoklar ichiga preshiplarda mana bu yurishda hozir ushlab olishlari kerak. Donning ajoyib spreylari hozir Aslanboyni viski qilib olmoqda. Yo'q, aynan Toksikning spreylari ekan. Bu yerda esa Ruzen zona tashqariga birozgina chiqib ketdi, lekin Toksik yana baribir noholat kuchatilmoqda. Umar hozir Pupsik bilan birgalikda mana shu aynan Ruzenning pozitsiyasini batarfechga harakat qilib ko'rish kerak. Nima yurish edi hozir bu Umardan? Ha, Umar kutmaganida Ruzen bunday kutib olishini, hozir balki Pupsik vaziyatni hal qilib ketishi mumkin. Ruzenga qarshi mana shu qiz o'yinchimiz ancha yaqin kelgan edi, lekin Ruzen o'z pozitsiyasini o'zgartirib olishga muvaffaq bo'ldi. Don yaxshi Ruzen masalasini hal qila oldi. Endi Feliza hamda Tapik duosiga qarshi o'yinini davom ettiradi Don hamda Pupsik. Bir yigit, bir qizimizga qarshi xuddi mana shunday ko'rinishda yana bir jamoamiz yaxshi, eng muhim o'yinchilardan biri nok holatiga keltirildi Don tomonidan. Tapikni esa Feliza shu zahot ko'tarishlarini boshlab yuboryapti. Don esa bosimni orttirmoqda, kuchaytirmoqda. Feliza buni eshitdi, buni tushundi va o'z pozitsiyasini o'zgartirishga harakat qilyapti. Don vaziyatni hal qila oladimi? Ha, hal qila oladi. Ajoyib. Va nihoyat MOP jamoasi uyg'ondi. MOP jamoasi xuddi boyagindek kechroq uyg'onishni boshlashmoqda, lekin boya shu kech uyg'onishgan bo'lsa ham keyinchalik comebackni amalga oshirishgan edi va hozir esa xuddi shu vaziyatni ko'ramizmi yoki yo'qmi bilib olamiz do'stlar. 2022 jamoasi o'yinchilari va bizda Ruzen va Umar to'qnashuvi. Tapik esa boyagi raund uchun qasos olyapti. Birdaniga ikkita o'yinchini nok holatiga keltirdi. Don hamda Pupsik yo'qotilyapti. MOP o'yinchilarida Umar pozitsiyasi haqida taxminiy ma'lumotlar bor va mana bunday granatalar ayni muddao Ruzen sal qoldi. Umar qiyinchilik bilan nok holatiga keltirildi, lekin Ruzen ham nok qabul qilib olyapti. Toksik mana bu pozitsiyada va hozir albatta bu pozitsiyani push qilib yuborishadi 2022 jamoasi o'yinchilari. Yoki prosta kutib turishsa ham bo'ladi. Toksik baribir majbur keyingi pozitsiyaga chiqish uchun va katta ehtimol bilan menimcha risk qilishga harakat qilib ko'rishmasa kerak 2022 jamoasi o'yinchilari. Ko'ramiz, balkim transportdan qo'l kiritib olishib, pushni ham amalga oshirishlari mumkin dimlar bilan. Feliza boshqa bir qanotda va uni ko'rib qoldi Toksik. Feliza hozir Umarni dabit qilib yuboraman deb sal qolsa o'zini holatiga tushib qolishi mumkin edi. Lekin o'z vaqtida xavfsiz pozitsiyaga o'tishni uddalay oldi Aslanboy. Tapik hozircha shoshayotgani yo'q, garchi Toksikning pozitsiyasi haqida 100% ma'lumot bo'lsa-da, Toksik esa shunchaki kutyapti hozir. Lekin ertami kech baribir bu pozitsiyani tark etishga majbur bo'ladi. Tapikdan ajoyib spreylar va yaxshigina damage qabul qilib oldi Toksik.
Puptik esa David bo'lib ketadi katta ehtimol bilan. Feliza pozitsiyasiga hozircha o'z e'tiborini qaratib turibdi Toksik. Ko'ramiz, balkim Felizani ushlab olar aynan mana shu probejkada. Yoki yo'qmi? Yo'q, e'tiborini birozgina chetda qoldirdi Toksik. Zonamiz ham o'z yurishini boshlagan. Qisqarishni boshladi degani bu degan Toksik hozir o'z compoundidan chiqishga majbur bo'ladi degani. Ha, albatta majbur bo'ladi ertami-kech mana shu pozitsiyani tark etishga. Ungacha qarang, Feliza hozir o'z smoklari bilan Toksikni chalg'itib, yanayam yaqinlashib olishni uddaladi va xavfli zona HP'larni yeyishni boshladi. Toksik shunchaki kill bergisi kelmadi. Raund 2022 jamoasi foydasiga hal bo'lyapti. Puptik hayratda, shundoq qilib sochlarini orqaga nima bo'ldi bu? Nimaga shuncha timing kutib o'tirdik deb. Ishqilib Pupsikdan shapaloq yeb olishmasa bo'ldi. Hozir judayam bir jahldor emotsiya bilan qaradi sheriklariga. Biz esa navbatdagi raund do'stlar. Hisobdagi 6-raund va bizda pushlar amalga oshirilmoqda. Aynan o'yinchilar tomonidan kuzatib boramiz. Rozan yuqorida raqiblarni kutish bilan ovora tapa qayishgalar qizdirib Prolida hozircha Toksik noktalar qabul qilib oldi va qarama-qarshi nokta ham Rozan qabul qilib olgan. Don tomonidan uloqtirilgan mana bu qayishga tapikdan hozir samarali bo'lishi mumkin, lekin yo'q, Don o'z pozitsiyasini o'zgartirishga ulgurdi. E'tibor bering qancha smoke ishlatilganligiga. 2022 jamoasi pozitsiyasiga ajoyib granata Aslanboy Donni holatiga keltirishga muvaffaq bo'ldi. Umar ham granata tayyorlayapti va bu xavfli bo'lishi mumkin. Yaxshi bir o'yinchini dabit qilib yubordi, ikkinchisini esa yaxshigina damage bilan siylab qo'ymoqda. Aslanboy juda aktiv, Pupsikni holatiga keltirishi mumkin, lekin o'qlar yetgani yo'q. Dimlar ichidan esa topa olmayapti. Oxir-oqibat Feliza bilan birgalikda hal qilishdi Pupsik masalasini va yana bir ochkoni, yana bir raundni 2022 jamoasi o'z nomiga rasmiylashtirib qo'yyapti. 2022 jamoasi o'yinchilari o'z yurishlarini boshlash kerak. Mob jamoasi o'yinchilari esa hozir himoyani bizga katta ehtimol bilan namoyish qilib qo'yishadi. Feliza tomonidan uloqtirilgan mana bu Toksikning xayyashkasi noaniq hech qanday bir samara olib kelib bermadi. Bu yerda esa Don Aslanboyni ushlab oldi. Holatga uchatib qo'ymoqda Aslanboy, lekin hozircha David holatiga keltirilgani yo'q. Qutqarib olish ham juda ham qiyin. Rozen Pupsik bilan birga bir vaziyatda spreylar bir-birlariga yo'naltirishdi-ku, lekin Pupsikning spreylari anchagina aniqroq chiqdi va Rozenni low HP holatiga solib qo'ygan edi. Rozen ulgurdi perkillarni amalga oshirib olishga. Pupsik bilan yana bir qarama-qarshilik Rozendan, lekin Rozen mana bu safar nuqta qo'yib qo'ymoqda. Ajoyib taymingda ushlashga muvaffaq bo'ldi Rozen. Umarni ham mana shunday tarzda nok holatiga keltirishmoqda. Toksikni o'zi qolyapti va Toksik hozir vaziyatni o'zgartirishga harakat qilib ko'radi. Yaxshi, birinchi o'yinchi nok holatiga keltirilmoqda va endi navbatda Tapikga e'tibor qaratishi mumkin. Ungacha esa Tapik nok holatidagi sherigini ko'tarib olishni uddaladi. Aslanboy hamda Tapik duosiga qarshi hozir Mob jamoasining 3 ta o'yinchisi kurashni davom ettirishga harakat qilib ko'rishadi. Donni ajoyib taymingda ushlab oldi Tapik. Vaziyat tenglashyapti. Toksik hamda Pupsik duosiga qarshi Tapik hamda Aslanboy duosi. Don yo'qotilishi kerak emas edi. Hozir eng bir kerakli vaziyatda yo'qotilmoqda Don. Endi esa 2-2 vaziyatda Mob jamoasi o'yinchilari qiyinroq desak ham bo'ladi. Chunki Pupsik bilan Toksik endi mana bunday Aslanboy va Tapik duosiga qarshi ancha qiyin. Lekin albatta kutilmagan vaziyatlar bilan agar bog'lanib ketadigan bo'lsa, bu qarama-qarshilik Pupsik hamda Toksik duosi g'alaba qozonishi mumkin. Aslanboy, Tapik passiv holatga tushib qolishdi. Garchi bilishadi, eng kuchli o'yinchilarni ular yo'q qilishganini, shunday bo'lsa ham shoshishayotgani yo'q. Sababi raqib o'yinchilari pozitsiyasi aniq emas. Taxminlarga tayanib Aslanboy hamda Tapik o'yinni davom ettirgisi kelmayapti. Mana bunday chalg'ituvchi dimlar ular tomonidan uloqtirib qo'yilmoqda. Toksik hamda Pupsik ham qarshi emas mana bunday passiv o'yinga. Pupsik ham jamoadoshi bilan birgalikda tayyorgarlik ko'rsatganligini ko'rib olishimiz mumkin. Toksik yuqoriga ko'tarilib oladi va mana shu yuqoridan qani ko'ramiz nimalar qila oladi ekan. Aslanboy boshqa bir burchakdan endilikda boshqa bir burchakka o'tmoqda.
Raqiblarni chalg'ituvchi xatti-harakatlar amalga oshirmoqda Aslonboy. Ha, hozircha mana shunday pozitsion o'yin guvohiga aylanyapmiz. Chunki juda muhim raundlardan biri, umuman juda muhim o'yinlardan biri. Agar hozir mana shu qarama-qarshilikda bu raundlarda 2022 jamoasi to'laqonlik g'olib bo'lsa, 3-chi qarama-qarshilikni ham biz guvohiga aylanamiz. Ya'ni best of 3 ko'rinishda bo'lib o'tyapti. Eslatib o'tdik boya. Aslanboy yaxshi toksikni nok holatiga keltira oldi va pupsik masalasi ham juda tezkorlik bilan hal qilindi. Yana bir ochko, yana bir raund 2022 jamoasi foydasiga hal bo'ldi. Va bizda esa navbatdagi raund start olmoqda do'stlar. Ko'ramiz, kuzatib boramiz. 2022 jamoasi o'yinchilari mana shunday favoritligida davom ettirishadimi yoki-da yo'qmi? Pozitsion fightlar Umar va Don duosi hozir Ruzenga qarshi sherigi bilan birgalikda. Ruzenning hayyashkasi unchalik ham aniq emas. Umar tomonidan uloqtirilgan mana bu hayyashkachi, bunisi ham balki ikkinchisi yo'q. Ruzen pastda turgan raqibi haqida informatsiyasi yo'qmi? Hozir agar unutib qo'ygan bo'lsa, Ruzenni holat kuzatib qo'yish mumkin. Yo'q, endilikda bor Ruzenning informatsiyasi. Feliza ushlab oldi hozir Umarda. Don hamda holat kuchatilganini ko'rib turibmiz. Aslonboyning spreylari hozircha raqibi tomonlama va Pupsik menimcha katta savol bilan sovg'a qolib ketdi va Pupsik masalasi ham hal bo'lmoqda. Ha do'stlar, yana bir raund 2022 jamoasi o'yinchilari uchun. Aynan mana shunday ustunlikni boshida taxmin qilgan edik, kutgan edik bu jamoa o'yinchilari tomonidan. Lekin nimagadir birinchi raundda vaziyatni boy berishdi va endi mana ikkinchisida to'g'rilashga harakat qilib ko'rishyapti. Tapik eng muhim pozitsiyalardan birini egallab olishga ulgurmoqda va o'z sheriklariga aynan shu yuqori pozitsiyadan yetarlicha ma'lumotlarni yetkazib berib turishi mumkin. Aslanboy ancha yaqinlashib olgan. Ruzen kirib ketyapti ichkariga mana u va Don hozir aynan Ruzenni granata orqali ajoyib tarzda kutib olishga harakat qildi. Umar esa Aslanboy tomonidan nok qabul qilib olmoqda. Mana shu kutilmagan pozitsiya juda katta ahamiyatga ega edi va bu ish berdi. Umarni esa hozircha ko'tarib olishning imkoni bor. Don mana shu faytni yutqizib qo'ymasligi kerak uning uchun. Endi juda qiyin bo'ladi mob o'yinchilariga. Toksik hamda Pupsik juda uzoqroqda Don bilan Umarni ko'tarib olishni bu yerga yetib kelmasdan amalga oshirishning iloji yo'q. Bu yerga yetib kelish esa xavfli bo'lishi mumkin. Sababi mana bunday xavfli o'yinchilar bor. Ruzendan ajoyib sprey va Toksik endi o'ylab ko'radi qayta pikni amalga oshirishni. Mana bo'lmasa. Toksik oxir oqibatni holat kuchatildi va Pupsik o'z so'l holatda qolib ketmoqda. Bu vaqtda esa azizki nafaqat bir tarkiblarda o'zgarish ko'rib turibmiz, balkim mana Pupsik hozir bartaraf etib olsa bo'ldi. 2022 jamoasi o'yinchilari uchun yana bir hisob. Hostlarda ham tarkibda o'zgarish ko'rib turibman. Yuqorida. Yuqori planda Aslanning Aha. senator o'zi bir ko'rib turishga menimcha Raqibni iloji boricha yaqinroqdan o'rganyapti. Raqibni yaqinroq o'rganish kerak deyiladi-yu, u iloji boricha yaqinroqdan o'rganyapti. Bevosita jonli tarzda guvoh bo'lyapti 2022 jamoasi o'yiniga. Va do'stlar, aynan mana shu qarama-qarshilik navbatdagi raundlar orqali davom etadi. Aslanboy, Ruzen yaxshi pozitsiyalarni egallab olishdi. Pupsik esa granata otgan joyida raqib o'yinchilardan hech kim yo'q hozircha. Feliza yuqoridan ko'tarilib kelayotgan edi. Ruzen esa Pupsikni nok holatiga keltira oldi. Juda kutilmagan pozitsiya bo'ldi bu Pupsik uchun. Toksik ham nok holatida Tapik tomonidan bu ish amalga oshirilmoqda. Tapik yana bir nokni amalga oshirishi mumkin. Barchasini eshitdi va Pupsik pozitsiyasiga granata. Juda qiyin bo'ladi bu vaziyatda Don hamda Umar duosiga himoyalanish. Umar o'zi haqida informatsiyasi bor. Umar bitta nokta amalga oshira oldi. Ikkinchisini yo'q. Ikkinchisiga yetmadi. Aslanboy hozir bu yerda vaziyatni tiklab olmoqda. Toksik bo'ldi. David holatiga keltirildi. Solo holatda qolib ketgan Don tomonlama hayyashkalar lekin yo'q. Don Aslanboy bilan birga bir vaziyatda. Dondan ajoyib clutch va bu hisob esa mob jamoasi o'yinchilari uchun do'stlar. Ajoyib. Don mana shu vaziyatda olib chiqib keta oldi jamoasini qiyin vaziyatdan va yana bir raundni mob jamoasi o'z hisobiga rasmiylashtirib qo'ymoqda. Navbatdagi pozitsion fight Everest tog'ida bo'lib o'tadi va allaqachon
2022 jamoasida Ro'zan yo'qotildi. Undan keyin esa Aslanboy nok holatiga keltirilib, dabet qilib yuborilmoqda. Son jihatidagi ustunlik o'z-o'zidan MOP o'yinchilariga o'tib ketadi. Tapik hamda Feliza duosiga qarshi MOP o'yinchilarini 4 tasi ham davom etishmoqda. Pupsik nok holatida, undan keyin Umar nok holatiga tushib qoldi. Don ham nok holatidami? Yo'q, Don low HP'da ekan va bo'ldi. Biroz qiyinchilik bilan bo'lsa-da, MOP o'yinchilari bu raundni o'z foydalariga hal eta olishdi. Xo'p, 2022 jamoasi o'yinchilari katta ehtimol bilan 8-hisobda ham o'zlariga yozib olishgan. Bu degani bu kartamiz g'oliblari aniq bo'lib bo'lgan katta ehtimol bilan. Agarda adashmayotgan bo'lsak, infografikamiz adashmayotgan bo'lsa, Feliza bo'ldi. Faytlar ketma-ketma yana boshlamoqda Ro'zan raqiblarini holatga uchratib qo'ygan va dabit ishlarini boshlab yuborganligini ko'rib turibmiz. MOP jamoasi o'yinchilari ham orqama-ketma noklar qabul qilib olishmoqda va 2-1 vaziyat va bo'ldi. 2022 jamoasi o'yinchilari bu raund ham o'zlariga yozib olishmoqda. Ha, demak, 3-raund guvohiga ham aylanamiz katta ehtimol bilan. Va barchasini mana shu raund hal etadi. Ungacha esa hali oldinda raundlarimiz bor, matchlarimiz bor. Pupsik Aslanboyni nok holatiga keltirdi va hozir MOP o'yinchilari bu yerda ustunlikka ega. Ro'zan low HP'da, Don esa tapikni granata orqali nok holatiga keltiryapti. Ro'zan ham nok holatida va birgina o'yinchi qoldi. Birgina o'yinchi, uni pozitsiyasi haqida ma'lumot bor. Pupsik bayt qilmoqda. Sherigi tomoniga Felizani ochib bermoqchi. Mana bemalol o'ynayapti, ochiq pozitsiyaga chiqib olib. Feliza esa biroz ortga chekinib oldi va Umar barchasiga nuqta qo'yyapti. MOP o'yinchilari navbatdagi raundni o'zlarining foydalariga hal etishdi. Va bizda esa so'nggi raund do'stlar, 14-raund. MOP Sport jamoasi o'yinchilari hozir pushlarni amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Donning hayyashkasini ko'ramiz. Don tomonlama ham juda ham yaxshi hayyashga uloqtirilganligini ko'rib turibmiz. Tapik yana bir hayyashga ochib olgan. Pupsikning holati kuchatilmoqda. Doni yashaydi. Umar 4x mana bunday spreylar klimator qo'yib olsa bo'lar edi menimcha. Umar endilikda Ro'zani ham ko'rdi. Ro'zan hozir qanday reaksiyaga Umar turib qo'ymoqda. Oy. Ajoyib. Yana bittagina o'q teganida agar Umar tomonidan Ro'zan o'q holatiga tushib qolishi mumkin edi, lekin Ro'zan juda ajoyib tarzda tezkorlik bilan raqib o'yinchi pozitsiyasini aniqlab, uni nok holatiga keltira oldi. To'psik yaxshigina damage'lar qabul qilib olyapti. Bir tarafda Ro'zan bor, qolgan tarafda boshqa o'yinchilar bor va bo'ldi. Masala hal etildi. 2022 jamoasi juda tezkorlik bilan mana shu raundni o'z foydalariga hal etishmoqda va biz endi 3-raund. Albatta 3-raundga o'tyapmiz o'z-o'zidan. Bu ham tezkorlik bilan amalga oshirilishi kerak. Ajoyib. MOP hamda 2022 jamoalari juda chiroyli tarzda faytlar olib borishmoqda. Va endi hal qiluvchi raund, barchasini mana shu raund hal etadi. Ko'ramiz, navbatdagi bosqichga qaysi jamoa yo'l oladi, qaysi jamoa esa pastki setkaga tushib ketadi. Albatta, oldindagi raund hammasini hal qilib qo'yadi va albatta bor e'tiborimizni mana shu raundga qaratamiz. 2027 va MOP jamoasi o'yinchilari o'rtasida bo'lib o'tadigan. Albatta. Birinchi raund MOP o'yinchilari foydasiga hal bo'lgan edi, lekin ikkinchi raund, ya'ni aynan mana shu o'yinlardan boshlab